yaqinda bir hafta bo'ldimikin yoki bo'lmadimikin, balki shu insonlar oramizda bordir, men bilan bilmayman. Meni ko'zimga bir narsa yosh keltirdi. Bomdoddan keyin bir joyga borishimiz kerak edi. Do'stlarimiz aytdiki, bir bu yoqqa borgunimizcha qornimiz och qolib ketadi, yo'lda shu bir ikkita shashlik yeb ketaylik dedi. Ha, xo'p dedim. Shundan mashinadan tushsam, namozxon tanish o'rtoqlarimdan bittasi mashinasini orqasini ochib o'tirmoqchi. O'zini mashinasi. Bunday qarasam, o'rtada haligi tirsak qo'yadigan joyda shashlik turibdi. Ichkarida bir odam bor. Keyin men hazillashib aytdimki, "Ha, ichkarida joy qolmabdimi?" dedim. Desam, eshikni shundoq yopdi-da, sekin kelib, "Qoraga uzr, onam o'tiribdilar" dedi. Onasi shashlik yemoqchi. Shu shashlikxonadan olib uyga olib borsa